Bu dunyodagi hayotimiz faqat vaqtinchalikdir. Biz o'limimiz vaqtida Xudo bilan yuzma-yuz bo'lamiz. Ibroniylarga 9:27. Yomon xabar. Insoniyat yiqilgan holatda. Xudo yaratgan birinchi erkak va ayol Adan bog'ida yashagan. Ular Xudoning surati bo'yicha yaratilgan, o'zini anglash, aql va muqaddaslikka ega edilar. Tavrot, Ibtido 1:26. Ular Xudo bilan yaxshi munosabatda edilar, ammo u buyurgan, yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yemang degan amrni buzishdi. Ularning itoatsizligi tufayli dunyoga la'nat keldi va insoniyatga gunoh kirib keldi. Ibtido 3. Keyin tug'ilgan har bir kishi gunoh va buzilgan tabiatni meros qilib oldi. Rimliklarga 5:12. Xudoning kalomi aytadi, hamma gunoh qildi va Xudoning ulug'vorligidan mahrum bo'ldi. Rimliklarga 3:23. Gunohning jazosi o'lim. Rimliklarga 6:23. Ikkinchi o'lim olov ko'lida. Vahiy 20:14-15. Bizning jonimiz abadiydir, ammo gunohkor tabiatimiz va o'zimizni qutqara olmasligimiz tufayli do'zaxda abadiy jazoga duch kelamiz. Xudoning adolat va muqaddaslik talabini qondirish uchun bizga najotkor kerak. Ibroniylarga 1:5. Yaxshi xabar. Osmon ostida qutqarilish, kechirim va Xudo bilan yarashish uchun faqat bitta ism va bitta yo'l berilgan. Xudo odamlar najot topishi uchun faqat bitta ism berdi. Havoriylar 4:12. Iso nomida har bir tizza bukiladi va har bir til u Rabbiy ekanini tan oladi. Filippiliklarga 2:10-11. U yo'l, haqiqat va hayotdir. U insoniyatga va'da qilingan najotkor, Xudoning yagona tug'ilgan o'g'li, abadiy va hamma narsaning yaratuvchisi. Xudoning o'g'li odam sifatida namoyon bo'ldi. Aftaro xochda o'ldi, o'lim va yana tirildi, tirilish. Uning qurbon qilingan tanasi va xochda to'kilgan beg'ubor qoni, qutqarilish, kechirim va Xudo bilan yarashish uchun bir martalik qurbonlik bo'ldi. Biz Xudoning inoyati orqali Rabbimiz Iso Masih va uning xushxabariga iymon bilan qutqarildik. Yolg'on e'tiqod va gunohli hayot yo'lidan qayting. Xudoning yagona tug'ilgan o'g'li Iso Masihni Rabbiy va najotkor sifatida qabul qilib, Xudoga ishoning. Uning xushxabardagi inoyatga to'liq ishonchingizni qo'ying. Xudoning o'g'li orqali amalga oshirilgan qutqarish ishiga, aftaro xochdagi o'lim, tirilish. Samimiy duo qiling. Samoviy Otamiz Xudo, men sening yagona tug'ilgan o'g'ling Iso Masihni Rabbim va najotkorim sifatida qabul qilaman. Rabbiy Iso, men sening qutqarish xushxabaringga ishonaman. Hayotimda hukmronlik qil va meni muqaddas ruhning qudrati bilan o'zgartir. Rabbiy, abadiy hayot va uning mo'lligi haqidagi va'dang uchun senga minnatdorman. Iso nomi bilan. Amin. Haqiqiy iymon. Haqiqiy iymon qutqarilishning to'liq kafolatini beradi. Xudo Iso orqali iymon bilan abadiy hayotni va'da qilgan. 1 Yuhanna 5:9-13. Biz ikkinchi o'lim hukmiga duch kelmaymiz, chunki biz o'limdan hayotga o'tdik. Yuhanna 5:23-24. Bizning jismoniy tanamiz o'lsa ham, Xudo uni yana tiriltiradi. Kim iymon qilsa, u hech qachon abadiy o'lmaydi. Yuhanna 11:25-26. Xudo kelajakni qo'lida tutadi. Hech kim bizni uning qudratli qo'lidan tortib ololmaydi. Yuhanna 10:27-29. Hech narsa bizni Masih Iso orqali Xudoning sevgisidan ajrata olmaydi. Rimliklarga 8:35-39. Xudoning ruhi bizda yashaydi va Rabbimiz Iso Masih qaytib kelguniga qadar bizda qoladi. Efesliklarga 1:13-14. Xudoning irodasi siz uchun, uning farzandi va masihiy sifatida. Otaning, O'g'ilning va muqaddas ruhning nomi bilan suvga cho'mib, suvga botib, suvga cho'mish marosimini qabul qiling. Matto 28:19. Rabbimiz Iso Masihning inoyati va bilimida o'z. Imoningiz va Xudoga bo'lgan muhabbatingizning dalili sifatida unda va uning kalomida qoling. Yuhanna 15:5-7. Duo qiling. Matto 6:6-7. Injildan o'rganing. Matto 11:28-30. Yuhanna 17:17 va ruh va haqiqatda Xudoga sajda qiladigan boshqa masihiylar bilan hamkorlik qiling. Yuhanna 4:23-24.